Xudo xolasa Kia Sonetimizga kraskalarni sepib, detallarini joyiga qo'yib bo'ldik. Blesklari, вообще shagrinlari, zazorlari xudo xolasa ideal bo'lib chiqdi. Shagrinlarini ko'rishingiz mumkin. Blesklariga вообще gap bo'lishi mumkin emas. Telefon shagrinni ko'rsatib bera olmaydi. Xudo xolasa birga bir. Bu yoqda lanjeronlariga ham kraska sepganmiz. Mana bu tomon lanjeronimizni almashtirib o'rganmiz. Xudo xolasa ideal qilib zavodskiy germetika surib, mana ko'rishingiz mumkin. Krilo ikkita eshik, kraska sepilgan, zazorlari bir tekisda. Inshaalloh mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa вообще bir xil bo'lib chiqqan krilo bilan eshikning shagrinlari. Bu mashinamizga motor qo'yilgani ketyapti. Bu mashinamizga motor qo'yilgani ketyapti. Xudo xolasa borib motorlarni qo'yib, mashinani zavod qilishadi. Qolgan joylarini inshaalloh sekin yig'ib oriladi. Fara, bamper, podkrinli, mayda chudalar. Blesklariga, shagrinlariga o'zingiz ko'rib baho beringlar. Inshaalloh chiroyli chiqqan.